har bir yoshlar mani farzandlarim sizlar. Sizlarning yo'llaring, sizlarning kelajaklaring, sizlarning ertangi kunlaringga men prezident sifatida befarq emasman. Farzandlaringiz borsin, bilim o'rgansin, yuksalsin, rivojlansin. Kelajakda katta marralarga erishaylik. Yoshlar tashabbuslari marafonining ayni maqsadi ham respublikamizdagi yoshlarni bir nuqtaga yig'ish, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Hozirgi vaqtda biz 12 ga yaqin viloyatda bo'ldik va har bir viloyatda 10 mingdan ortiq yoshlarni qamrab oldik. Ularga robototexnika, dron hamda startaplar bo'yicha turli xil workshoplar qildik. Yurtboshimiz sizlarga katta ishonch bildirmoqda. Kelajakda milliard dollarlik kompaniyalarni barpo etadigan yoshlar sizsiz. Assalomu alaykum Samarqand! Farzandingizga til o'rgating, tadbirkorlik qilsin, o'z ustida ishlasin, eng avvalo vatanini sevsin. Biz bir bo'lsak, yagona xalq biz. Birlashsak vatanimiz.